Qurimsoqdadan kiyimlar olib kelibdi. Buni hozir hech kim kiymaydi-ku. Bizni davrimizda ham kiyishmagan bolam. Shunaqa dadangni dediga qurtishga. Onangni-ku hayotini barbod qildi. Hey, qayoqqa ketyapsan? Olib kirib ket. Kerak emas. Axir shuncha joydan ko'tarib kelibdi, olib kirib ketmaysanmi? Voy, Umida, bola. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz oyijon? Yaxshimisizmi? Sizni sog'inib ketdim. Yaxshi keldingmi? Tinchlikmi? Nimaga kelding? Sizlarni sog'indim. Ishing-chi? Ishing nima bo'ladi? Shuncha ishlaganim yetar. Oyi, Voy, qizim. oyijon. Qizim. Jonim qizim. Seni sog'inib ketdim-ku asalim. Bo'ylaring ancha o'sib qopti. Ha. Ha, ko'z ochilgunicha uzatamiz buni ham. Buvi. Qachon ketasan? Besh yilgacha borolmayman. Endi nima bo'ladi? Bilmayman. Mayli, boshqa davlatga borarsan unda. Bu yog'iga shu yerda bo'lmoqchiman. Qizimni yonida. Uyamoqchi eding-ku. Yig'ib qo'ygan pulim bor-ku. Shunga bir xonali uy bo'lsa ham alohida chiqib ketmoqchiman. Nimaga bunaqa qildingiz, oyi? Men bu pullarni topgunimcha qanchalik qiynalganimni bilasizmi? Shu paytgacha bolamdan uzoqda yashadim. Kerak paytida yonida bo'la olmadim. Nima uchun, oyi? Shu bolam ertaga qiynalmasin deb. Agar boshqa odam shu ishni qilganida, mayli tushunardim. Lekin siz, oyi, o'z onam bo'lib turib, Nima qilishim kerak edi? U ham bolam, sen ham bolam. oyi, opamni boshida eri bor. Hay? Qayoqqa? Iltimos, oyi, gapirmang. Bo'lmasa xafa qilib qo'yaman. Bo'ldi. Asabiylashurmagin, jon bolam. Qanaqa qilib asabiylashmay, oyi? Yemay, ichmay, yiqqan pulimni havoga sovuribsiz. Begonaga emas, jigaringga berdim-ku. Qani, o'sha jigarlarim. Singlim keldi deb yo'qlab keldimi? Yoki shuncha payt xabar olgani keldimi? Bir marta bo'lsa ham yolg'iz boshing bilan qiynalmayapsanmi deb so'radimi? Faqat pul kerak paytida xabar oladi. Shunda ham mayli, opam deb pul jo'natardim. Eshityapsizmi? Shunda ham so'raganda berardim. Qachon kelding? Qayerga ketyapsan? Sizga nima? Hali ham zaharliging qolmabdi. Boshqa ayollarga o'xshab uyda o'tirsang bo'lmaydimi? Uyda o'tirsam, bizni kim boqadi? Sizmi? Ayningiz ham bormilar? Yo'q. Tushunarli. Uyda hamma sharoit bor opa. Qo'shnilar ham juda yaxshi. Uy egasi har doim ham bezovta o'tirmaydi. Faqat 2 oylik pulini oldindan berishga to'g'ri keladi. O'zi ishonchli odamlarmi? Albatta opa, 100% ishonchli odam. Boshqa uy egalariga o'xshab
oy o'rtasida kelib chiqarib yubormaydi. Juda yaxshi odam. O'zlari chetda yashashadi. Sizlar bilan ishi bo'lmaydi. Unda juda yaxshi. Men hujjatlarni to'g'rilab kelaman bo'lmasa. Sizlar tashqarida kutib turinglar, maylimi? Bo'ldi? Yaxshi. Uyga pulini bermadingiz-ku. Ha, birinchi hujjatlarni rasmiylashtiring, keyin pulingizni olasiz. Ha, opa, shunga ham pul kerak-ku. Ha, Zakolat berib qo'ying oldindan. mayli. Aniq qochib ketgan voyi. Yo'q, qizim, unga oxirgi pulim deb aytdim-ku. Sharoitimni bilib turib unaqa qilmas. Ey, bilmasam, menga qarash yoqmadi. Tulkiga o'xshab gapiradi. Mayli, yaxshi niyat qilaylik. Endi shu yerda uxlaymizmi? Bilmadim, qizim. Birpas savol bermay turgin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketayotganimda ham shu yerda edinglar, hali ham shu yerda o'tiribsizlar. Tinchlikmi? Nima gap? Haligi biz Hamma pulimizni yo'qotib ko'chada turibmiz. Alo, Oyjon, yaxshimisiz? pulim yo'q. Sizdan pul so'raganim yo'q-ku. Chaynalmasa aytor bo'lmasam. Ko'p emas, oyi. Atigi Ey, sen to'yasanmi o'zi yo'qmi pulga? Seni deb tayyor kelib turgan daromaddan ayrilib o'tiribman-a?